O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Toshkent viloyati kengashining 2025-yil yarim yillik ish rejasiga asosan Chirchiq shahrida ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni oldini olish, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali mehnatni muhofaza qilish sharoitlarini yaxshilash mavzusida amaliy seminar o'tkazildi. Mavzuni muxbirimiz Gulxumor Eshnazarova davom ettiradi. Seminarga O'zbekiston tadbirkorlik, biznes va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari, kasaba uyushmasiga a'zo tashkilotlarning boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi raislari hamda mehnat muhofazasi bo'yicha mas'ul xodimlar taklif etilgan. Seminarni o'tkazishdan asosiy maqsad insonlarning mehnat jarayonidagi xavfsizligi, sihat salomatligi va ish qobiliyatining saqlanishini ta'minlash bo'lib, unda ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnikaviy, sanitariya, gigiyena va davolash profilaktika tadbirlari hamda vositalari tizimini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Jumladan, ularga zarur sharoitlar yaratilishida ish beruvchilar hamda kasaba uyushmasi tashkilotlari tomonidan mehnatni muhofaza qilish samaradorligini oshirishga erishish belgilangan. Ish beruvchi tomonidan xodimlar uchun xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratib berishi, sanitariya gigiyena holatlariga amal qilishini yo'lga qo'yilishi, ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtalarni yo'lga qo'yilishi, ish o'rinlarini xavfsizligini, mehnat sharoitlarini attestatsiyadan o'tkazish masalalariga e'tibor qaratildi. Bundan tashqari, seminarga ish beruvchilar konfederatsiyasidan mas'ul xodimlar taklif etilgan holda seminar juda ham qiziq o'tdi. Men o'ylaymanki, mazkur sohadagi xodimlarimiz, ish beruvchilarimiz, kasaba uyushma qo'mitasi raislari hamda mehnat muhofaza qilish bo'yicha vakillar joylariga borganda bugungi olgan bilim ko'nikmalarini amaliyotda qo'llaydigan umiddaman. Jarayonda ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa va xodimlar salomatligiga zarar yetishini oldini olish, baxtsiz hodisalar haqida xabardor etish va maxsus tekshirish komissiyasi ishida kasaba uyushmalari vakilligini belgilash, mavjud muammoli masalalarni aniqlash, tahlil etish, baholash kerakligi ta'kidlandi. Shuningdek, mehnatni muhofaza qilishga doir qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlarga rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish hamda bu borada kasaba uyushmalari tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan masalalar to'g'risida tushunchalar berildi. Kasaba uyushmalari xodimlarining mehnati muhofaza qilinishida ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar haqida xabardor etish va maxsus tekshiruv komissiyasi ishida kasaba uyushmalari vakilligini belgilash to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar berildi.